keladiman dedi. Uzoqni ham, yaqinni ham yaxshi ko'rmayman. Buni 3ta eng ko'p uchraydigan sabab bor. Birinchi sabab bu gipermetropiya. Kitob o'qigandan keyin ko'zda toliqish bo'ladi va uzoqqa qaraganda ko'rish sekin-sekin xiralashib boradi va plus tez oshib ketishiga olib keladi. Oson yechim bu albatta ko'z mashqlari. Vitaminni iching, ko'rishingiz yaxshilanadi deydi. Unaqasiga ishonmang, foydasi yo'q. Hamma masofani ko'rsatgan gavhar qo'yish, o'zingizga gavharingizni o'rniga uzoq yaqinni ko'radigan yaxshi gavharlar bor, sifatli gavharlar. Assalomu alaykum azizlar. Ba'zilar shikoyat qilib keladi. Men dedi, uzoqni ham, yaqinni ham yaxshi ko'rmayman. Bu nimadan dalolat beradi? Buni qanaqa yechimi bor? Buni qanaqangi lechenisi bor? Buni qanaqangi usullar bilan davolasa bo'ladi deb so'rashadi. Ko'pchilik bunaqa bemorlar odatda yoshlari 50, 55, 60 yoshlardagi odamlar hisoblanadi. Buni 3ta eng ko'p uchraydigan sabab bor. Birinchi sabab bu gipermetropiya. Bu avval odam o'qishga, ya'ni kitob o'qishlariga xira ko'radi va ko'chadan, bozorlardan yoki optikalardan tayyor ko'zoynaklar bo'ladi. Xitoyning ko'zoynaklari bor. Pulusi 1, 1,5, 2, 3 yozilgan ko'zoynaklardan o'qib foydalanadi va bu ko'zoynaklar bu ko'zga markaziy qismiga to'g'ri kelmaydi va ya'ni sentri, ya'ni markaz to'g'ri kelmas hisobiga kitob o'qigandan keyin ko'zda toliqish bo'ladi va uzoqqa qaraganda ko'rish sekin-sekin xiralashib boradi va plus tez oshib ketishiga olib keladi. Bu gipermetroplar sekin-sekin uzoq xiralashib qoladi. Yaqin o'zi xira, uzoq ham xira bo'ladi sizda. Ya'ni uzoqqa endi plus 1,5, 2 taqasiz, taqmasangiz o'rtacha ko'rasiz. Keyin vobshe uzoq xira bo'lib qoladi-da, ko'chaning narigi bitta odam yuzini ko'rishga qiynalasiz. O'qishingiz aytmasam ham bo'ladi, o'qish juda xira bo'ladi. Endi sizga plus 2 uzoqqa kerak bo'ldi, plus 5 yaqinga kerak bo'ldi. Bunaqa holatdagi oson yechim bu albatta ko'z mashqlari. Bizda Telegram kanalimizga obuna bo'ling va yozing, ko'z mashqlarini sizga tashab qo'yamiz. Ko'z mashqlarini bajarasiz. Undan tashqari asosiy narsa ko'zoynak, ya'ni uzoqni va yaqinni ko'radigan bittada ko'zoynak qilib bergan yaxshiroq. Chunki masalan siz mashina haydab ketyapsiz, tabloni ko'rishingiz kerak, yaxshi ko'ra olmaysiz. Telefon qarashingiz kerak, yaxshi ko'ra olmaysiz. Masalan, uzoqni ko'rasizda, o'sha ko'zoynakni o'zi bilan pastki qismi bilan yaqinni ko'rasiz. Bifokal yoki progressiv ko'zoynaklar bor. Imkoniyatingizga qarab bifokal yoki progressiv ko'zoynak qilib olasiz. Ikkita ko'zoynak taqsam bo'ladi, lekin bu sizga noqulaylik keltirib chiqaradi. O'shaning uchun siz uzoq yaqinni ko'radigan maxsus ko'zoynakka bizga kelib yasatsangiz bo'ladi. Biz buni ko'p qilamiz. Bu oson yechim. Bundan tashqari nima qilish mumkin? Dori-darmon yordam bermaydi azizlar. Ba'zi internetlarda ko'rib qolamiz. Yoshingiz 40 dan oshdimi, ko'zoynak taqyapsizmi, ko'zingizga mana bu yerda bafka birorta bir vitaminni iching, ko'rishingiz yaxshilanadi deydi. Unaqasiga ishonmang, foydasi yo'q. Dori-darmon yordam bermaydi. Ko'zoynak bu vaqtinchalik, sekin-sekinlik bilan ko'rishingizni tiklaydigan narsa, butunlay tiklaydigan narsa bu yo lazer. Uzog'ingizni 100% qilib beramiz. Buni bizda femtolasik amaliyoti deyiladi. Ya'ni shoh pardangizni kesmasdan lazer bilan korreksiya qilib beramiz. Uzog'ingiz chotki bo'ladi, 100% uzog'ingiz bo'ladi inshaalloh. Faqat o'qishingizga plus 2 atrofida ko'zoynak taqasiz. Endiki siz agar aytsangiz yo'q, men butunlay ko'rishim yaxshi bo'lsin, ham uzoq, ham yaqin va bu vechli bo'lsin desangiz, bunda trifokal, ya'ni hamma masofani ko'rsatgan gavhar qo'yish, o'zingizga gavharingizni o'rniga uzoq yaqinni ko'radigan yaxshi gavharlar bor, sifatli gavhar. Albatta bu qimmat muolaja. O'shani o'tkazib beramiz va siz bemalol ko'zoynaksiz uzoq va yaqinni bemalol ko'ra olasiz. Bu xavfsiz muolajalardan biri hisoblanadi va buni ko'p bajaramiz. Demak, siz bemalol keyin o'qiy olasiz va uzoqni ham ko'ra olasiz. Endi bu gipermetropiyalar haqida ketdi. Agarki bu narsa boshlanmasligi uchun nima qilish kerak edi aslida? Siz o'sha o'qishga ko'zoynagingiz taqish boshlaganingizda, ya'ni ko'rishingiz 40 dan oshgandan keyin, yaqinda ko'rish xiralasha boshlagandan keyin, ya'ni kitob o'qish, telefonlarga ko'zingiz jimirlab qiynala boshlaganingizdan keyin o'qish uchun maxsus ochkini yasattirib olishingiz kerak edi. O'shani yasattirib ko'zga mashqlar qilib tursangiz, bu uzoqqa ko'rishingiz hech qachon xiralashmagan bo'lar edi. Endi ikkinchi sabab bu katarakt azizlar.
Katarakta bu ko'zni gavharini xiralashishi. Bu ham yoshga xos holat hisoblanadi. Ko'pchilik 40, 45, 50, 60 yoshdan keyin sekin-sekinlik bilan ko'z xiralasha boshlaydi. 70 yoshli odamlarni ko'rsangiz, juda ko'pchiligida bu katarakta bor. Kamroq, ko'proq. Ba'zi bemorlar keladi, to'liq ko'z ko'rmay qolgan bo'ladi. Ularda ko'p stress, qandli diabet, qon bosimi va boshqa kasalliklar hisobiga ko'zdagi o'sha gavhar qismi xirilashadi. Ba'zida juda kuchli asab qilishdan ham hatto bir kunda ko'rishingiz xirilashi mumkin. Ya'ni ko'zda gavhari xiralashdimi, endi siz hech qanaqa dori yordam bermaydi, siz majbursiz gavharingizni yangi qo'yishga. Hozir men sizga aytganimdek, yuqorida maxsus xohlasangiz uzoqni ko'radigan, xohlasangiz ham uzoq ham yaqinni ko'radigan gavharlar bor. O'shanaqa gavharlar bilan qo'yib beramiz va sizni ko'rishingiz yanada eski holatingizga qaytadi. Endi 3-muammo bu glaukoma. Unda ham uzoq yaqin xiralashadi. Afsuski, glaukomani vaqtida davolamasangiz, sizni ko'rishingiz keyin ko'tarib bo'lmaydigan, tuzatib bo'lmaydigan holatga olib keladi. Kecha ham juda ko'p bemorlarni ko'rdim glaukoma bilan. Biz glaukomani operatsiya qilamiz, dorilar bilan davolaymiz, lazerlar bilan davolaymiz va o'sha glaukomani to'xtatishga olib kelamiz. Ba'zi holatlarda bir marta, ba'zi holatda bir necha marta operatsiya qilishga to'g'ri kelishi mumkin. Glaukomani o'sishiga qarab turib. Agar sizda ham glaukoma bo'ladigan bo'lsa, kelib ko'z nuri klinikasiga kelib murojaat qiling. Sizdan faqat sabr talab qilinadi, chunki tekshirishga ko'p vaqt sarflaysiz. Agar sizda ham shunaqangi muammolar bo'ladigan bo'lsa, albatta pastda kommentariylarda yozib qoldiring. Savollaringiz bo'lsa, biz savollaringizga javob berishga harakat qilamiz. Ko'z nuri klinikasi sizga xizmat ko'rsatishdan mamnun. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.